Hammaga salom. Ee, Hozir soat ko'rib turibsizlar 1:19 va men ekranda yozib olyapman. Word'ni ochib olganman. Mana Word matni. Maqsadim ssenariy yozish edi. Ssenariy yozmoqchi edim. Nima haqida? Perfeksionizm haqida. Shu darajada zo'r video olmoqchi edimki, odamlarga juda ham foydali bo'lsin. Ya'ni menda o'zimda bor bo'lgan bu kasallik va atrofimda ko'rayotgan juda ham ko'p odamlarda kuzatyapman shunaqa kasallik borligini va shu kasallikni odamlar tushunsin va unga qarshi qanaqa qilib kurashsa bo'ladi degan mavzuda video olmoqchiman, perfeksionizm haqida. Lekin yozolmadim. Keyin o'ylab qoldim, o'zi perfeksionizm haqida gapirmoqchi bo'lsam. Nimaga? Mukammal ssenariy yozishga harakat qilyapman. Chunki bu mavzuda video olish uchun taxminan bir 4-5 oydan beri o'ylab yuribman-da. Shu videoni hech ham ola olmayapman. Ssenariy yoza olmayapman hattoki. Keyin o'yladim, men dangasamanmi yo dangasa emasmanmi? Dangasaman deb yurdim. Keyin o'ylab qarasam, muammo dangasalikda emas. Bu perfeksionizmning o'zi, ya'ni o'zim gapirmoqchi bo'lgan kasallik o'zimda borligi eng katta muammo. Keling ko'rib chiqamiz o'zi perfeksionizm nima? Odamlar perfeksionizmni yaxshi fazilat deb o'ylaydi. Biror joyga ishga kirayotganda yo boshqa holatlarda men deydi perfeksionistman, hamma narsa yaxshi bo'lishini xohlayman, mukammallikka intilaman deydi. Lekin o'zi psixologiyada perfeksionizm umuman yaxshi narsa emas. David Barnes 1978-yilda perfeksionizmga ta'rif beradi va bu odam o'ziga juda yuqori standartlar qo'yishligi, eng kichik xatoni ham muvaffaqiyatsizlik deb qabul qilishi va shu 99% ham yetarli emas, 100% bo'lmasa bo'lmaydi. 99% ham uni mag'lubiyat sifatida qabul qiladi o'sha odam. Bu hali maqtanadigan narsa. Ba'zan xonalarni tartibli bo'lishligini xohlayman. Men doim xonam tartibli turadi chunki men perfeksionistman deyish bu hali noto'g'ri narsa. U psixologik tomondan bu kasallik desa ham bo'ladi. Nimaga paydo bo'ladi? O'zimman empatiyasi baland odamlar ham, perfeksionistlar ham bolalikda travma olgan bo'ladi katta ehtimol bilan. Faqat travmaga bog'lamaslik kerak, travma bo'lmasligi ham mumkin. Kimdir bolani natija uchun maqtaydi, 5 olsang ham malades, zo'r bo'lasan deydi. Agar 5 olmasa, indamay qo'yaveradi. Yoki biror yaxshi gapni biror yaxshi ish qilingandan keyingina aytadi. Ya'ni odamni prosta yaxshi ko'rish mumkinligi haqida bolaga gapirilmaydi. Natijada bola ota-onam meni yaxshi ko'rishi uchun, jamiyat meni qabul qilishligi uchun, ustozim, do'stim yoki falonchi meni hurmat qilish uchun, yaxshi ko'rishligi uchun yaxshi narsa qilishim kerak ekan degan fikrga boradi va ko'pchilik empatlar deyshadi, empatlar ham, aynan perfeksionistlar ham shunaqa paydo bo'ladi. Tanqiddan qo'rqishadi, rad etilishdan qo'rqishadi. Hozirgi paytdagi ijtimoiy tarmoqlar ham aynan perfeksionizm paydo bo'lishiga sabab bo'lyapti. Kimdir o'zini birinchi olmoqchi bo'lgan videosini kimdir minginchi videosi bilan solishtiradi. Mr. Beast videosi bilan men hozir o'zim yozayotgan videoni solishtirishligim bu eng katta ahmoqlik ham bo'lsa kerak o'zi. Shuning uchun perfeksionistlar o'ziga bitta savol berish kerak. Men haqiqatdan ham mukammallikni xohlaymanmi yoki tanqiddan qochyapmanmi degan savolni berish kerak. Xo'p, perfeksionizmning 3 ta turi bor. Buni Hewitt va Flat degan olimlar 1991-yil aytishgan. Birinchisi, o'zim mukammal bo'lishim kerak. Ya'ni o'zimga nisbatan talablarim, standartlarim juda ham yuqori bo'lishligi bu perfeksionizmning birinchi turi. Ikkinchisi, atrofim mukammal bo'lishi kerak. Ya'ni boshqalar, jamiyat menga yaratib berayotgan imkoniyat, o'rtoqlarim menga munosabati mukammal bo'lishi kerak. Bu ikkinchi perfeksionizm turi. Uchinchi perfeksionizmning turi bu hamma mendan mukammallikni kutyapti degan perfeksionizm. Bu eng xavflisi, eng jamiyat mendan kutayotgan mukammallik degan ishonch bu eng xavfli perfeksionizm. Boshqalar bizdan nimanidir kutayotganligi haqidagi perfeksionizm bu eng yomoni.
Xo'p, keling perfeksionizm paytida miyada nimalar sodir bo'lishligini ko'rib chiqamiz. Miya xavfni qidiradi, tanqidni ham ba'zan xavf deb qabul qiladi. Biz birorta to'siqqa, misol ayiq ko'rib qolsak, yoki bo'lmasa sherni uchratib qolsak, yoki ko'chada ketek endi ayiqni sherni ko'rib qolish ehtimolligimiz kam, lekin qaysidir bitta qopqon it bizni qo'yish ehtimoligi juda ham yuqori. Ana shunaqa xavf paydo bo'lgan paytda amigdala gormon ishlab chiqaradi, kortizol. Undan oldin nima bo'ladi? Men mana masalan oddiy shu videoga ssenariy yozish uchun Word'ni ochdim. Bu paytda menda miyamni prefrontal korteksi ishga tushadi va men shu bu miyaning aqlli qismi ishlarni bajaramiz. Shu ishni bajarishim kerak va menda xavf paydo bo'ladi. Qanaqa xavf? Agar shu video yaxshi chiqmay qolsa, kimdir menga nisbatan hurmati pasayib ketsa nima bo'ladi degan qo'rquv, ya'ni jamiyat meni qabul qilmasliklari, o'ziga qo'shmasliklari, bu miyam xavf sifatida qabul qiladi. Ya'ni xuddi shu sherni, xavfni yoki bo'lmasa bo'rini, qopqon kuchukni ko'rib qolgandek, itni ko'rib qolgandek qo'rqib ketadi miyam va kortizol ishlab chiqaradi. Kortizol o'z-o'zidan bizni o'sha ishni qilmaslikka va xavfsizroq boshqa ishni qilishga undaydi. Misol uchun aytaylik, men xonamni yig'ishtirib qo'yaman o'sha paytda, yoki choy damlayman, yoki boshqa birorta yengilroq ishni qilamanki, bunda xato qilish ehtimolligim kam va jamiyat meni qabul qilmay qolishlik ehtimolligim ham kam. Ya'ni natijada men xavfdan qutuldim. Xuddi shu jarayon miyamizda sodir bo'ladi perfeksionizmda. Ya'ni biz ongli ravishda prefrontal korteks bilan birorta ish bajarmoqchi bo'lamiz va amigdala ishga tushadi, stress boshlanadi, kortizol ajraladi ko'p miqdorda va biz xatoni hayotimiz uchun xavf sifatida qabul qilib, qo'rqqanimizdan o'sha ishlarni boshlamasdan o'rniga istalgan boshqa ishni qilishni boshlaymiz. Xo'p, keyingisi perfeksionizm bizni olib boradigan eng xavfli narsalardan biri bu prokrastinatsiya, bu ishni boshlay olmaslik. Ishni kechiktiramiz, o'sha dangasalikdan deb o'ylaymiz. Yo'q, bu aslida qo'rquv. Xonani yig'ishtirish, choy damlash, bular yoki YouTube'ga kirib video ko'rish yoki Telegramda menga kimdir yozdimikin deb qarab ko'ramizda, o'sha ishni qilmaymiz. Bitta sababi bu dangasaligimizdan emas, bu qo'rquvdan. Ko'p hollarda prokrastinatsiya bu vaqtni boshqara olmaslik emas. Ya'ni prokrastinatsiya nima desa, vaqtni boshqara olmaslik, ishni hozir qilmaslik, ishni keyinroqqa surish deb o'ylaymiz. Bu hissiyotlarni boshqara olmaslik. Ya'ni o'sha amigdalada ajralayotgan kortizolni nazorat qila olmaganimizdan bo'lyapti hammasi. Bu perfeksionizm olib boradigan eng yomon oqibatlardan bittasi. Yillar davomida hech narsa qilmasligi mumkin odam qo'rqqanidan. Tadqiqotlar Karren va Hilllar 1989-2016-yilda Buyuk Britaniya, Amerika va Kanadadagi 40 mingdan ortiq talabalarda tadqiqot o'tkazishadi 89-yildan 2016-yilgacha va perfeksionizm, ya'ni ijtimoiy perfeksionizm, ya'ni 3 ta turi bor dedik-ku. Birinchisi o'zimizga nisbatan perfeksionizm, ikkinchisi atrofdagilardan kutadigan perfeksionizmimiz va uchinchisi ijtimoiy perfeksionizm, ya'ni jamiyat bizdan ko'p narsa kutadi degan perfeksionizm 33% ga oshganligini ko'rishgan shu 40 mingta talabada. Ya'ni hozir bu global kasallikka aylanib boryapti perfeksionizm. Sabablaridan birinchisi bu raqobat. Hozir raqobat muhiti, oldin qo'shnini bolasi bilan raqobatlashardik. Buni oldin eshitdilaring shekilli. Keyin ko'pchilik gapiryapti. Oldin qo'shnini bolasi bilan solishtirgan bo'lsa, nari borsa, hozir ijtimoiy tarmoqda o'zimiz juda ham ko'plab odamlar bilan bizni kimdir solishtirishi ham shart emas. O'zimiz solishtiramiz avvalo va o'sha bizni aytaylik dadamiz ham o'sha ijtimoiy tarmoqda muvaffaqiyatga erishgan odamlarni ko'ryapti, ayamiz ham ko'ryapti, ustozimiz ham ko'ryapti. Ya'ni muvaffaqiyatga erishgan odamlarni yoki bo'lmasa o'zini faqat
shunaqa odamlar ham bor, yaxshi hayotini yaxshi qismini ko'rsatadigan odamlar bor. O'shalarni ham ko'rib anchagina perfeksionizmni kuchaytiryapti bu ham. O'sha doimiy taqqoslash, o'zimizni eng kami, eng xavflisi, eng qo'rqinchlisi bu o'zimizni taqqoslash. Doim taqqoslaymiz o'zimizni. Falonchi ota-onasini hajga yubordi, men mana bu yoshga kirib hech narsa qilmadim, falonchi bunaqa qildi, pistonchi bunaqa qildi. Hamma narsada solishtiramiz. Falonchi 5 ta til biladi, falonchi dasturlashni zo'r biladi, falonchi bunaqa lavozimlarga buyurdi. Xullas, doimiy taqqoslash. Va eng achinarlisi, u yerda biz odamlarni jarayonini ko'rmaymiz, tayyor natijasini ko'ramiz. Biz rekomendatsiyaga chiqib ketgan videoni ko'ramiz. Rekomendatsiyaga chiqmay qolgan nechtadir videosini ko'rmaymiz uni, chunki shu zo'r pikka chiqqan vaqtda ko'ryapmiz ko'p narsalarni, chunki algoritmlar shunaqa ishlaydi. Endi perfeksionizm ikkiga bo'linadi: sog'lom va nosog'lom perfeksionizm. Birinchisi adaptiv perfeksionizm, ikkinchisi maladaptiv perfeksionizm. Farqi nimada? Sog'lom perfeksionizmda bu jarayonga nisbatan perfeksionist bo'lamiz, natijaga nisbatan emas. Ya'ni jarayonni zo'r tashkillashga, jarayondan zavqlanishga harakat qilamiz, o'sishdan zavqlanishga harakat qilamiz. Nosog'lom perfeksionizmda bo'lsa, natijadan, jarayondan emas, natijadan kutuvimiz baland bo'ladi. Baho uchun, ya'ni yomon baho uchun qilinayotgan ishlar, yana nima desa bo'ladi? Aytaylik, yomon bahodan qo'rqib turib o'sha ishni boshlamasligimiz aynan o'sha nosog'lom perfeksionizm bo'ladi. Men bu yerga yozib qo'yganman, mukammallik emas, rivojlanishni maqsad qilgan odam uzoqroqqa boradi. Xo'p, qanday chiqsak bo'ladi perfeksionizmdan? Birinchisi, xomaki variant degan usul. Bu usulda birinchi versiya yomon bo'lishi mumkin. Misol aytaylik, yomon bo'lishi mumkin demaylik, ideal bo'lishi shart emas deylik. Birinchi versiya ideal bo'lishi shart emas. Aytaylik, kamchiligi bo'lsin, lekin foydali bo'lsin. Mayli zo'r bo'lmasin. Mana shu video ham animatsiyalar bilan, zo'r mikrofonlar bilan yozilmasin, lekin ozgina bo'lsa ham foydali bo'lsin degan xomaki versiyani yaratishimiz kerak. 15 daqiqa qoidasi bu o'sha ishni 15 daqiqa bajarishligimiz. Ya'ni kamchiligi bo'lsa ham shu ishni qilaman. 15 daqiqa kichkina qadam bo'lsa ham tashlayman, ozgina bo'lsa ham qilaman. Va uchinchi usul bu atayin mayda xatolar qilish. Ya'ni kichik xatochalar qilish. Misol, kimdirlar faqat men to'g'ri yozishim kerak deb hisoblaydi. Shunaqa perfeksionistlar va o'sha odam misol aytaylik, oshnasiga atay xato yozishi mumkin. So'zlarda qattiq bilan yumshoqxona o'rnini almashtirib, boshqa qilib. Ko'rasiz, xato qilsangiz ham hayot to'xtab qolmas ekan. Buni ko'pchilik menga o'xshagan ko'p xato qiladiganlar biladi. Xato qilganingiz bilan ham hayot baribir davom etadi. Biz yashashga majburmiz. Demak, atay mayda xatolar qilsak bo'ladi. Bugun nimani mukammal qila olaman deb emas, bugun qanaqa qilib boshlasam bo'ladi degan savol. Va endi men bu yerda shaxsiy fikrim, misol aytaylik, kamera olaman deb yurdim anchadir vaqt. Kameralar qimmat, $1,5-2,000 mikrofon zo'r bo'lishi kerak, chiroq bo'lishi kerak, studiya bo'lishi kerak, chiroq bu tomondan tushishi kerak, yuzim bunaqa bo'lishi kerak, sochimni o'sib ketganligi uchun video olmagan kunlarim bo'lgan. Endi sochim o'sib ketdi, sochimni kaltalatib kelib keyin olishim kerak degan videolar bo'lgan. Studiyaga boraman desam aytaylik, soat 400 ming, montaj qilishlar bilan yana qanchadir summa tushadi. Va natijada video yo'q. Video. Nechidir yilda bir marta video qo'yishim mumkin. Perfeksionizm meni shunda sifatli ishlashga olib borgan deydi. Men perfeksionizm menga foyda keltirardi. U meni umuman ishlamaslikka, umuman video kontent qilmaslikka olib kelyapti. Shu sabab mana shu video ham ko'rib turganlaringdek formatda va ataylab shunday. Shunaqa qildim. Bo'ldi, broadstor. Men agar bugun ssenariy yozaman deganimda yoza olmasdim katta ehtimol bilan. Yoza olmadim ham mana. Ertaga ham, indinga ham qachondir yozardim va qachondir olinardi u video.
balki umuman olinmasdi. Misol men nima bilmayman, ertaga bormanmi yo'qmanmi. Xo'p, xulosa qilaylik, perfeksionizm bizni mukammal qilmaydi. Bu bizni harakatdan to'xtatadi. Aniq. Zo'r bo'lib qolmaymiz perfeksionist bo'lganimiz bilan. Mukammallik bu boshlanish nuqtasi emas. Ya'ni mukammallik boshlanish nuqtasini kutadigan bo'lsak, biz bu narsani qilishimiz juda ham qiyin, chunki hech qachon mukammal sharoit ham bo'lmaydi. Misol uchun men o'quvchilarimga ko'p aytaman, abituriyentlik vaqtimda endi dars qilaman desam juda ham isib ketardi. Salqin joyga kirsam qornim ochib qolardi. Qornimni to'qlab hamma darsni qilaman, yo sovib ketardi, juda ham sovuq bo'lardi, yo juda ham isib ketardi kun. Va hozir ham juda ham kunduzlari juda ham issiq bo'lyapti, 45-46 daraja. Yo issiq bo'ladi, yo sovuq bo'ladi. Endi dars qilaman desam, yo tishim og'rib qoladi, yo boshim og'rib qoladi, yo qornim ochib qoladi, yo chanqab qolaman. Borardim kutubxonaga, dars qilgani borib turib, yarim soat ham dars qilmasdan, litseyda dars qilganim yaxshi edi deb turib, litseyga qaytib kelardim, litseyga kelib turib, yotoqxonada zo'r bo'ladi deb yotoqxonaga kirib ketardim. Xullas, oxiri borib dars qilmaslikka olib kelardi. Hamma narsada shunaqa. Test tuzmoqchimisan, kitob o'qimoqchimisan, so'z yodlamoqchimisan, kursga bormoqchi bo'lasiz, nimadir qilmoqchi bo'lasiz, lekin hech qachon siz kutgan ideal sharoit, ideal vaqt kelmaydi. Ya'ni ideal texnologiyalar bo'lmaydi. Doim nimadir kamchilik bo'ladi. Shuning uchun perfeksionizmda men kuzatgan yagona narsa, u meni hech qachon mukammal qilmagan. U meni doim harakatdan to'xtatgan, ishda keyinroqqa surishimga sabab bo'lgan. Mukammallik shunaqa minglab xatolardan keyin keladigan natija. Misol uchun men 100-videoni olishim uchun 1, 2, 3, 4, 7, 11, 29 videolarni olishim kerak. 100-video balki muvaffaqiyatli zo'r video chiqar. Lekin 100-videoni olishim uchun men 1-videoni qilishim kerak bo'ldi. Bu qaysidir video aniq birinchi bo'lish kerak. O'sha birinchi video yo'qmi? U 100-video ham yo'q degani. Men taxminan bir 30-40 taga yaqin ssenariy yozib qo'yganman, lekin men birortasini olganim yo'q. Sababi aynan mana shu sizlar videoda ko'rib tanishib turgan narsa. Mukammal boshlashda iloji yo'q. Lekin boshlamasdan mukammallashishning umuman iloji yo'q. Mukammal boshlash aytganimdek, qaysidir narsaga bog'lab bir narsani boshlamayotgan bo'lsangiz, uni qilishda iloji yo'q. Doim nimagadir bog'langan bo'ladi. Lekin boshlanmagan g'oya eng yomoni. Misol aytaylik, chala g'oyadan nimadir manfaat bo'lishi mumkin, lekin boshingizdagi g'oyadan hech kimga manfaat yo'q. Siz boshingizda, u reallikka ko'chmadi, u haqda hech kim ma'lumotga ega bo'lmadi. Va u chiqsa edi, ozgina yaxshilash mumkin bo'ladi. Masalan, keyingi videoda yana nimadir yangilik qo'shishim mumkin bu narsaga. Ya'ni hozir prosta Word turibdi, boshqa turibdi, bunga nimadir yana qo'shsam bo'ladi. Bu reallikka ko'chdi. Lekin mana shu narsani qilmaganimda endi buni mukammallashtirishda bu haqda o'ylashda ham foydasi yo'q edi. Men yana o'sha o'ylab ideal vaziyatni kutib yuravergan bo'lardim. Shu video shu maqsadda yozildi. Soat 1:38. Kompyuterimiz zaryadi ham to'liq bo'lmasa ham zaryadga qo'yib olishim kerak edi deb o'tirmasdan ssenariy yozishni o'rniga aynan shu videoni yozib qo'yishga qaror qildim. Vaqtinglarga rozi bo'linglar. Perfeksionist bo'lmanglar. Ya'ni nimadir ideal sharoitni kutmanglar. Ideal qilaman demanglar hech narsani. Qila olmaysiz ideal. Ideal narsa bo'lmaydi. Ozgina yaxshilash mumkin. Mukammal, ya'ni kamchiliksiz narsa bo'lmaydi. Hamma narsadan kamchilik topsa bo'ladi. U narsani qila olmaysiz. Va keling dabdala bo'lsa ham nimadir qiling. Juda ham rasvo bo'lsa ham, juda ham xato bo'lsa ham birinchi qadam tashlang. Qiyshiq, yiqilib tushadigan, yomon, achinarli, ko'ngilni ozdiradigan bo'lsa ham nimadir qiling.